Barmoqlardagi nuqtalar hikmati. Sog'ligingiz barmoqlaringizda. Ibn Sinoning yozishlariga qaraganda inson ichki a'zolarining oynasi bu kaft va oyoq ostida ekan. Qadimgi tabiblar kaft va oyoq osti chiziqlariga qarab, odam ichki a'zolaridagi xastaliklarni davolaganlar. Shiatsu usuli bilan davolovchi yapon mutaxassislari qo'l panjalari, ichki a'zolar va asosan bosh miya bilan mahkam bog'langanligini isbotlab berishgan. Masalan, yurakning turli kasalliklari bilan qiynalayotgan kishilarning jimjilog'i doimo kuchsiz bo'ladi. Ba'zan uning bukilishi yoki yozilishi qiyinlashib qoladigan paytlar ham ma'lum. Aksincha, jimjilog'ini mashq qildirib turish yurak faoliyatini yaxshilaydi. Yapon shifokorlarining fikricha, bosh barmoqlar faoliyati ham muhim. Chunonchi, nomsiz barmoqni baquvvat qilish jigar faoliyatini yaxshilaydi. O'rta barmoq esa yuqori qon bosimini tushiradi va ichak faoliyatini yaxshilaydi. Bosh barmoqqa ta'sir qilish bosh miya faoliyatini yaxshilab, irodani mustahkamlaydi. Shuningdek, kuchsiz hisoblangan ko'rsatkich barmoqni mustahkamlash, oshqozon ishini, ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Agar shiatsu usulidagi tavsiyalar bo'yicha har kuni qo'l barmoqlaringizni chiniqtirib tursangiz, ko'pgina a'zolaringiz sog'ayishi va mustahkamlanishi mumkin deyishmoqda mutaxassislar. Buning uchun chap qo'l bosh barmog'ingiz bo'g'inlarini o'ng qo'lning bosh va ko'rsatkich barmoqlari bilan 5-7 lahza davomida bosib, cho'zib tortiladi. Avval bosh barmoqlarda 3 ta juft nuqtalar orqa tomoni va kaft tomonidan bosib chiqiladi. Xuddi shuningdek chap qo'lingiz bilan o'ng qo'l barmoqlaringizni bosib chiqishingiz mumkin. Bu usulni kuniga 1-2 marta takrorlab turish kerak. Oyoq ostidagi nuqtalarni uqalash usullari oshqozon ichak xastaliklari bo'limida yozilgan.